Yunusobod tumanini yaxshi ko'radigan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga Yunusobodda zo'r lokatsiyasidan siz uchun 5 sotuvli hovli topib qo'ydik. Fasad razmerimiz 18,5 metrdan iborat bo'lyapti. Aynan shu xonadonimizdan bitta kira obzorini qilib beramiz. Ichkari 450 kvadratdan iborat. Ichkarida nimani ko'rsanglar, xuddi shunday holatda qoladi. Podval birinchi, ikkinchi etajdan iborat. Hamda alohida bu yoq tarafda yozgi oshxonalarni ko'rib turibsiz. Chiroylikina setkaga joylarni qilib qo'yilgan. Tayyor holatda kirish kerak, mazza qilib yashash kerak. Start TV hozirgi paytda cho'zib o'tirgan $550 ming so'ralyapti. Mahallasini, ko'chasini ko'rib turibsiz. Qop-qora asfalt. Yunusobod Chinobod sanatoriyasining yonginasida joylashgan. Aynan shu uyimizni bittasiga obzorini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying, qani ulgurib qoling. Ketdik, ichkarini ko'rib chiqamiz. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimiz o'rta, uzun, kattagina koridorimizni ko'rib turibsizlar. Ichidan kirib kelganimizda prixushka chiroyli mebellar qilib qo'yilgan. Ketdik, kirib kelganimizda chap qo'limizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz shu yerda ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli holatda turibdi. Tayyor mebel texnikadan chiqqan. Kirish kerak, mazza qilib yashash kerak. Tayyor xonadon. To'g'risini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta kattagina zal va bu zalimizni orqa tarafini keladigan bo'lsak, bitta chiroylikgina yotoqxonamiz bo'lib turibdi. Yon tarafida o'zini sanuzillarga ega holatda. Hamda ahamiyat beringlar, podvalni qanaqa kattaligini, kattagina podval qilib qo'yilgan, katta televizorlar qilib karaokelargacha tayyor holatda turibdi. Ikkinchi etaj ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilganimizda kattagina holimizni ko'rib turibsiz. Haqiqatan juda ham chiroyli qurilgan ekan. Ketdik. Ikkinchi etajga ko'tarishimiz bilan chap qo'limizga kattagina yotoqxonamiz shu yerda, kattalar uchun mo'ljallangan. Ichkarisida o'zini ham sanuzil, ham yonida garderobli xonalariga ega holatda turibdi. Nimani ko'rib turganmiz, xuddi shunday holatda qoladi. Oyog'imizdan tagi parket, parketdagi 100% so'klik bo'lyapti. Bu yerda alohida katta zalimiz, yonida chiroyli qilib prachka xona qilib qo'yilgan. Ketdik. Kelganimizda alohida yon tarafimizga birinchi yotoqxonamiz bolalar uchun. Yon tarafini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi yotoqxonamiz bor. Bu taraf ham bolalar uchun. Bu yoqqa qizlarga, bu yoqqa bolalarga qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Ikkinchi etajda alohida ikkinchi sanuzilimiz aynan shu yerga tushib qo'ysangiz bo'ladi. Chiroylikgina balkonlarni ko'rib turibsiz. Uyimiz haqiqatan juda ham chiroyli qurilgan, hashamatli bo'lib turibdi. Yonlarda o'zini chiroylikgina oqar suvlarni ham ko'rib turibsiz. Kinolar telefonga tezroq ulgurib qolasiz.